Ay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyel için imkan fakat akil Vay yıkır bilem pemdur İgem yoreyi abi Ay ölmeydigan kim var ya Assalamu alaykum hörmetlik televizor köygüçiler. Bugünkü Hayat Şahitler programımızga hoş geldinglar. Bugünkü programımızda Uygurlarga dаңlıq bolgan tarihi kahramanlarımızdan Toqilek Şangye yoki Toqilek Serdar efendimning nevrisi Almasxon Yo'ldosh efendimning hayotini sizlarga tanıştırıp o'tamiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Benim ismim Almasxon. Dadamning eti Muqbul Bolusmi deydi. Familiyam Yo'ldoshev. 1933-yili 8-ayning 5-kuni hozirgi vatanimizning Chapchal nahiyasi Yag'iston yerisida dunyoga keldim. Yaşlılık hayatım Köprüge Yag'istonda o'tgani uchun Yag'istonda boshlang'ich maktabni bitirib 1946-yili Ahmetcan Qasimiy nomidagi o'lkalik bilim yurtida ta'lim tarbiya elib 1951-yili shuni g'alabiyat bitirdim. Bitirib, mening asli kasbim o'qish jarayonidagi pedagog bo'lganlikdan men 1951-yildan boshlab Mangulko'ra nahiyalik o'rta maktabga muallim bo'lib shu yerda ishladim. Şu jarayonda 12 yil o'rta maktabda ishlab, ba'zan bir sabablarning ta'siridan demak vatanni tark etib, şu vaqtdagi Sovet ittifoqi hozirgi Qozog'iston, ya'ni mana shu Olmut shahrida Olmutga kelib o'rnashdim. Meniki endi qisqacha o'zimning hayotiga masalam mana shu. Endi meniki dadamning bobusi masalan shu Toqilek Şangye bo'lib, endi men uning shavrisi bo'laman. Dadam navrisi bo'ldi. Toqilek Şangye to'g'riliq burungi vaqtlarda ko'p ma'lumotlarni bilmasakmi, keyingi vaqtlarda xususan Qozog'iston o'zi mustaqillikni olgandan keyin demokratiya joriy bo'lgandan keyin bu bizningki ota bobomizninki o'z vaqtidagi xalqqa ishlagan ishlari demak davlatlar ara ba'zan bir yaxshi odamlarga o'zi anglandi. Shu jarayonda mening o'zimning bilganim bizning mana ulug' tarixchimiz mashadiki Osim Qasim hozir G'aljatda yaqin arada vafot bo'lib ketdi. Ham G'aljat maktabining uzun yillik mudiri bo'lib ishlaydi. O'sha odamma Toqilek Şangye'ning tarixini eshitishdan aytan ko'p kuch chiqadi. Hatto bir kitobningki chamisida yezib, buni nashriyat qilma tayyorlab berdim. Endi Toqilek Şangye mening o'zimning o'qishimcha materialda Toqilek Şangye o'zi yoshligida talantliq, aql-parasti bor, yurtni so'ralaydigan shunday bir odam bo'lganlikdan 20 yoshida shu Toqilek Şangye bo'lgan ekan. O vaqtida Toqilek Şangye'ga 20 necha yiza qaratdi ekan. Hatto mas Yag'iston, Cho'ng Achinuqqa, Katman, Kichik Achinuqqa, tam mas Yarkatga boruvchi Ko'ktal, mana shu atroflarga Toqilek Şangye o'zi rahbarlik qiladi ekan. Keyingi vaqtlarda bütün Çarosya bilan Xitoy hukumati o'rtasidagi tengsizlik kelishimi asosida
Xitoy hukumatiga nurg'ulg'an, Sovet hukumatiga nurg'ulg'an yerlar bu yoqqa kelib, ko'plagan yezilar bu Xitoyga o'tib ketgan ekanda. Masalan, Ketmanlarmi? Ketman g'aljatlar burun o'zi Xitoyninki tavasidagi yer ekan. Tengsizlik shartnomasi natijasida buni Xitoy hukumati Chorosiya hukumatiga taqdim qilayotgan ekan. Shuningdek keyin Chorosiya hukumati demak mushu yerlarni demak Xitoydan o'zi bo'lib elib olgan ekan. To'qlashgan materiallarda bu yuz so'rg'anli odam emas, bu Sadir Palvon urush mezgillarida so'qish qatnashib sardor bo'lgan odam ekan. Botirlik ko'rsatgan odam ekan. Buni materiallardimi Sadir Palvonga qatar bir o'rinda qo'ydi ekanda. Nima uchun degan sardor degan o'zi bir voyanni enovan bo'lish kerak. Shu sababdan sardor ekan. Bu to'qlashganiki yurt ichida obro'y kuchlik, yurtni boshqarish iqtidori kuchlik. Andan keyin shu vaqtdagi Jangjung hukumatida, masalan, Kurat tug'an Jangjung hukumati, masalan 1900 bular shu Jangjung hukumati 1980-yillari shu 1800-yillari Kurani o'zi markaz qilib, o'sha Kurada Jangjung hukumati o'rin oldi ekanda. Shu vaqtda shuning bilan munosabatni ko'p bog'laydi ekan bu odam. Munosabat bog'laydi ekan. Endi bu yerda bir so'z bor-da. Shu vaqtda mana shu Shivala to'g'riliq bir yomon mish-mish paranglar chiqdi ekan. Chiqib Jangjung hukumatiga bu yezirgan. Hozir Shiva chapchal najat Shivalarda. Shivalarga yomon yetib chiqqandan keyin Jangjung hukumati mana Shivalarni butunlay qirib o'tish to'g'riliq bir rota askarni Kuradan avatdi ekan. Shu mezgilda to'qlashgan o'zi shu G'uljiga tush to'g'ri kelib qilib, kemida qarasa 70-80 100 dak soldat qo'lida pulemyot qurollangan bular yo'l qildi ekan. Sizlar qayoqqa borsizlar deb so'raydi ekan bu. Qayoqqa borsizlar deb Shiva hukumatini, Shiva xalqini qirishga Jangjung hukumati bizga buyruq berdi ekan. Nima uchun qirdi ekan desa, bulardan paloncha odam chiqib sotqinlik qilibdi degan ayb bilan. Chunki to'qlashgan o'libdi. Sotqinlik qilsa butunlay bu 20 ming 30 ming Shiva sotqinlik qilmagan. Buning biri yoki bo'lmasa 5 yoki 10 edi. Sizlar turib turinglar. Mening ruxsatimsiz kemitni o'tmanglar. Men berib Jangjung hukumatiga shu vaqtdagi do'tagida so'zlashay. Shuningdek Kuraga ochib to'qlashganni berib, qanday qish desa bayqishlarni deydiganda bularning sotqin o'rnini. Sotqin bo'lsa bir odam sotqin, 2 odam sotqin, 5 odam sotqin. Butun Shiva qanday sotqin? Bu 20 ming 30 ming Shivani qanday o'qitib o'tish qanday haqqing bo'lsa deb shu yerdan to'qlashgan yo'q. Bu narsani aniqlab etib, shuningdek soldatlarni orqasiga qaytargan ekan. Mana shular Shivalarning tarixida mana shu to'qlashgan to'g'riliq bor ekanda, Shivalar tarixi yozildi. Ular kuniga bo'lgan narsaning tarixini yozdi. Masalan, bugun o'zining beshidan nima o'tdi shuni yozdi. Shuning uchun Shivalarning tarixida to'qlashganning qilgan yaxshiligi, to'qlashganning balasiga qilgan bizga qilgan yaxshiligini unutmanglar degan asosida vasiyat qoldirdi. Shuning uchun mening dadamma shu vaqtlarda yomon ishlarni qilmadi. Burun mashadi bo'lib bosimi, ashada bojidarni boshqa tutdi. Sumnayasini. Dadam o'lgandan keyin hukumat boshlig'i Chapchalda Shiva bo'lsimi, yana mening akamni apirib dadamning o'rnini qo'ydi. Biz basak, bizning tuqqanlar basak, voy bo'lsinki, voy to'qlashganning tuxumi keldi deb bizni hech qanday Shivalar yer qo'ymadi. Bizningki obro'yimiz Shiva Chapchal nahiyasida aytam üstün. Bizning mashaqqat chiqishimizga sabab mana shu dadamningki og'aynisi Shimotin degan odam bo'lgan burun. Shu saqchinachalik bo'lib turgan, oblast saqchinachalik bo'lib turgan, mashola
Şular bizninki ailemizden ama Sovetga chiqarib o'tishga sababchi bo'lgan shular, yordam qilib. Apam berib shularga degan yaxshi bo'ldi. Bu to'qilashangni baldiri, muqbil bo'lsin baldiri bular. Shuning uchun bular chiqib ketsin. Mashlarni ne talab qilishini qilib bersin deb. Demak biz shu shivalarninki shu saqsit ishlaydigan shivalarning yardım bilan shu qisınchilik vaqtlarda pasportimiz yo'q bo'lsa-mu, bizni boshqa odamning pasportlari qo'shib tayyorlab biz mashaq chiqdik. Ben 3 bala, ayol, apam, singillar biz 7-8 yil chiqdik bu yoqqa. Onun içinde emgak yaraydigan ben bizni shu Qozog'istonniki Aralskiy degan yerga olib dedim. Aralskiy mor degan Aral savxoziga olib shu yerda 6 oy yurgandan keyin hukumatning ruxsati bilan shu Olmuta, ya'ni Olmuta shahrining yendiki shu Kaledinda bizning urug' tuqqanlarimiz bo'lganlikdan shularning yardım bilan shu yerga o'rnashdim. O'rnashib 3 yil kolxoz ishildim. Endi bizningki bu yoqda o'qigan biz o'rischa bilmagandan, o'rischa xat bilmagandan biz o'zimizga tegishli ishni bu yerda qilamadik. Shuning uchun men 3 yil kolxoz ishlab 1969-68-yili men shu temir yo'lga bordim. Shu yerda özümüzün vatandan çıkan balalar var idi, şular bilan kelishib 6 ay kurs o'qib, temir yo'lda shu privatlik ishni ishildim. Shu yerda 26 yil ishlab 1993-yili pensiyaga chiqdim. Hozir 7 balam bor. Balalarning hammasi o'z layiqida ishda, o'z xizmatida, turmushda yaxshi, xotirjam, ham tarafdan yaxshi yashayapti. Asmakam degan tarixchi To'qilashang'niki hayot to'g'riliq keng doiralik demak yo'ritib dedi. Buningki keyingi vaqtlarda shu To'qilashang'niki eng cho'ng avlodlardan san qapsa deb shu yozgan materialninki asl nusxasini menga topshirgan. Men buningki ko'p o'qamadim, shunday bo'lsin bu o'qiganlarniki ba'zan bir mazmunlarini o'qib beraman. To'qilashang G'aljatga o'rnashgandan keyin To'qilashangning dalillari, To'qilashangning uloqlari kichikkan. To'qilashang 16-17 yoshga aqlparast kirgandan keyin To'qilashang jutning ichiga tonildi ekan. Tonilib haq bilan nohaq o'tirishidagi kurash. Buni ochiq o'zi aniqlaydi ekan. Qarasam, ba'zan birlar ezilish bilan kun ko'chirayotgan, ba'zan birlar halovat bilan turmush ko'chirayotgan. Mana bu haq bilan nohaqni o'tirishini tashlab, demak, xalqning ichida tonilgandan keyin To'qilashang'ni 20 yoshida shu butun xalq qurultoyi deydigan shu vaqtlarda oqsoqollar kengashi deydigan, shu kengash orqali To'qilashang'ni 20 yoshida Sho'ng'yo'liqqa bekitdi ekan. Shu bekitgan chaqda 20 necha yilda shu To'qilashang'ni qaraydi ekan. Hozirgi ba'zi bir yezlarda bir yezli bir Sho'ng'yo'l desa, u vaqtlardagi yezningki tarkibimi, doirasini keng qo'shaydi. 21 yezda shu vaqtlarda boshqa Jag'istaydan tortib, bosh Katman, Ochinoqa, bu yoqqa G'aljat, mana Ko'kdallargacha mana shu vaqtlarda To'qilashang'ni idarchilik qildi ekan. Bu bizningki eng cho'ng bog'imizda To'qilashang degan yusorgan adam bo'lganlikdan shu vaqtda Velova Yo'ldoshev deb qo'ydi. Velova Yo'ldoshev. Shu Velova Yo'ldoshniki dars tugab ketdi ekan. U vaqtlarda naydan go'dak yosh qoldi ekan bu bola. Apsini demak To'qilashang olgandan keyin shu Velova shu bizning oilamizga qo'shildi ekan. Bizning oilamiz qo'shildi ekan. Qo'shilib To'qilashangning tarbiyasini elib, ashada cho'ng bo'lib, To'qilashangni o'z qo'li bilan o'landirdi ekan buni. O'z qo'li bilan o'landirdi ekan. Keyingi vaqtlarda To'qilashang demak apsi o'lib ketgandan keyin bu nimeniki Velovaning darsini aytdim yo'ldashga, mening familiyam yo'ldash, lekin shu
nemi o'lib ketgandan keyin, opsi o'lib ketgandan keyin Velibay o'zi shu vaqtlarda Qur'onga yetgan odam bo'lishi kerak. Demak, ma'lum dünyadaki iqtidarchilik bilan, ma'lum bir to'qlashning yordami bilan demak harakatga o'rnashib, shu o'zining qo'lidagi bor puli bilan sotsiyatik qilib, tijorat qilib, demak to'qlashning nima? Velibay boy bo'lgan ekan. Velibay boy olublar bu qamay keyingi vaqtlarda mana shu bizningki to'qlashning balisi sesa bo'lish istaydi, muxbir bo'lish istaydi, islom bo'lish istaydi. Mana shunday bo'lish odamlar ko'p bizda. Sapli bo'lish bo'lganda, shu keyingi avlodlarning bo'lishi mana shu Velibayga bog'liq bo'ldi. Velibay shu meningki baqqan dadamninki ijrisi bilan mana shu bolalarni men yo'lab qo'yay deb mana shu Galcat teveside bizimki 4-5 ailemiz, yani 4-5 bağlarımız bol süp etken. Demek şu Velibay yoldaşınki tesir böyle. Velibay yoldaş hakkında biraz to'xtalib bersangiz, kim bu adam, nima ish qilgan adam? Endi Velibay yoldaş doğruluk. Bu adam ko'proq ticaret bilan boy bo'lgan adam ekan. Velibay yoldaşıp da, Velibay yoldaşıp mındaq aytgan chaqda pul va odam har qanday aql parastmi ega bo'ladi. Jahonni kezidi, xalqni so'raydi, amin qiladi. Pul topgandan keyin Velibay yoldaşıp pulni o'z do'st tutmagan. Xalq taraqqan, xalqni bergan, hukumatga bergan, hukumat ishlatgan. Shuning uchun hatta Velibay yoldaşıpni Ak Padişah Peterburg'ga chaqirib, Velibay yoldaşıpga cho'ng inovalarni bergan. Inovalarni berganda, nima uchun degan chaqda buning xalqqa yaxshiligim shunchalik. Shu vaqtdagi davlatga yaxshiligim shunchalik. O'zining boy ish turgandan keyin hamma tarafdan ma'rif qilgan ishima, hamma tarafdan xalq qilgan ishi yaxshi bo'lganlikdan bu odamni demak men boy deb ketdim so'zimni takrorlab. Peterburg'ga Charusiya hukumatining podshosi, u podshoning oldiga o'ngaylan kiramaydi. Şu adamni o'zi Charusiya hukumati chaqirtib, Velibayga yarım padişah. Mesela de yarım padişah Velibay degan ataqni bergan. Velibay masjid serishga xalqqa nima qilganda, butun mana shu Uyg'ur yezlarga. Shu vaqtida buning ustisi Xitoydan. Velibayning masjidiga demak 2 yil bütün yağaç tayalgan. Bunu 1900 ben kazalaşmışsam 10. yılı resmi bu mescit yolu uçuşken. Bana az etken çağda 100 yılın uç vakit işledi de. Yani bunun ketken bütün materyal maşu köpçülüğü maşu Velibay'ın ki zemisi de boğan. Şunun için bu şu Velibay deb ataydı bunu. Ben bir vaqtlarda basam bunu bari bir ko'rgazma qilib qo'yibdi. Masalan, mana shu bir iga to'qimlarni sepib qo'yibdi. Buningga bir ko'rgazma qilamiz deb atning qushqinlarini ona bana bir dombir bilan sepib qo'yibdi herhalde. Lekin buzilmabdi-yu. Herhalde mana endi keyingi vaqtlarda bu o'zi kichkina remont bo'lib, hozir qadimki yaxshi bir masjidga aylanyapti. Endi bu masjidning demak uning ish qilib hazır herhalde Velibay Mescidi, Velibay Sağgan Mescid degan namı ba. Velibay Mescidi endi boshqalar onu qandaqda o'ynaydi, uning diqqati nazar, lekin biz Uyg'urlar haqiqiy Velibay Sağgandik onu Velibayning masjidi deymiz. To'qlashanga nimaga atlandi ekan? Makkaga atlandi ekan. Shu vaqtida to'qlashning eng kichik bolasi G'o'janbardi degan odam. G'o'janbardi tag'am shu vaqtda 12 yoshda. 12 yoshda bular Makkaga atlandi ekan. Atlanib u vaqtida mana shu Moskva orqali boramdi, ya Turkiya orqali boramdi. Herhalde Turkiya orqali bordi ekan. Shu yoq orqali bordi ekan. Makkaga bordi, Makkada 12 yosh bolasi shu G'o'janbar hoji deydi.
Şu adamını apırdı, ağzı kocam bir ağacının ki hazır meyde nevirleri var, balları var, ballarının balları var bula. Bu adam kelip yolda kevitip, vaklarda polis yok, ayır falan yok. Yani türlü tögüyle mağdı, harula bile mağdı, atla bile mağdı. Şundaklı bu adam özü şu mezgilde yaşını kakallıktan şu ağırıp kaldı diye oldu. Ağırıp gelip şu İstanbul'un ki bir menzirlik yeri kelgen çağda İstanbul etrafta şu. Şurada bu adam kaçış oldu ki. Şuraya bunu adamını yerleydi ki şu vakti da Rozacı degen adamlar bakın ki, Rozacı degen ketmenli adamlar. Ketmenler, bu ketmen degen asli, ketmenliklerin asli aslanlıklar bunlar. Bunlar aslanlık, şu bizim Turpan aslanlık'ınki o ya. Ulan şu bizimki tohumlarımız. Rozacı degen şu benimki mamamınki dadıları ulanma. Şu adam ki tapşırdı ki bu nemişin degen çağda bu hocam biraz 12 yaşındaki adam da bu. Böyle şu balamını ağırıp kalgan çağda aman ölsen öz jutuk silahı tapşırdım, apırıp koluk tapşırınlar. Degen deyken özü ağırlıktan kaçış oldu iken şu Rozacı degen adam şu küçük 12 yaşındaki hocam berdinden neçe aylap yol minip demek apırıp özününki İngilizce'deki tapşırgan iken. Hürmetli televizor köyükçiler, şunun bilen bugünkü Hayat Şahitler programımız müşahede yaklaştı. Hayır hoş, keler kıtımlık sanımızı görüşelim.